Hozir oddiy aboy emulsiya qilib turgan usta akalarimiz ham bu atachentoni qilisha oladimi? Albatta, chunki hozir atchentni qilib turganlar ham qachondir shpakilovka aboy qilgan-ku. Qanday o'rganishsa bo'ladi? O'rganish kelishadi, o'rganishadi. Kelishsa bo'ldi, o'rgatib qo'yamiz. Hozir bu maydagul faktura deysiz aka? Bu maydagul faktura qilyapmiz hozir. Mana shu obrazimiz xuddi devorda bir bo'lagi hisobida tasavvur qilamiz. Kelgan mijozlarimiz ham shuni devorda xuddi bir bo'lagi qilib tasavvur qilib olishlari uchun qilib qo'yapmiz buni. Bu ramkani tashqi tarafiga qumsiz qilyapsiz, deymi, ichki tarafiga qumli qilasiz ekanda, deymi? Ichki tarafiga xuddi shu qumsizni faqat sal ochirog'ini qilamiz. Kombinatsiya qilamiz. To'qroq rangga, ochiroq rangga. Ha, tushunarli. Bu ham o'sha mijozlarimiz to'qroq seriyaga, ochiroq seriyada kombinatsiya qilsa qanaqa bo'lishini bilib olish uchun. Ha, demak, Domstroyda Qo'qondagi showroomda mana shunaqa sharoitlar qilib qo'yilgan aka, mijozlarga, usta akalarga. Mijozlarga obrazetslar oldindan ko'rish imkoniyati, ustalarga o'rganish imkoniyati. Ha, demak, faqat master-klasslarda emas, o'zlari odatiy kunda ham kelib individual kelishsa, individual o'rgatib qo'yishimiz ham mumkin. Qiyin narsa ham emas, hozirgi paytda sir ham emas. Faqat ozgina praktika qilish kerak, bo'ldi, o'rganib ketishadi. Mana usta akalar eshitdinglar, Azxon aka Domstroyda atachento bo'yicha mutaxassis akamlar. Xo'p, Domstroyda Qo'qondagi showroomiga kelsanglar, mana shunaqa atachento qilishni, sir-sinoatlarni o'rgatishadi. Manzilimizni tushuntirib o'taman. Manzil Chorsudan 3-maktab tarafga harakatlanganimizda o'ng qo'lda san'atkorlar uyi tagida.